Oxiratni qo'ying. Hozir men bu dunyo uchun ishlayapman. Hamshaharim, turda bu yerdan ket. Iltimos qilaman, keta qol. Mening dinim yo'qligi uchun biror narsa ayta olmayman. Musulmon bo'lmaganim uchun Qurbon bayrami yaqinlashyapti. Bayramga qanday tayyorgarligingiz bor? Qurbonlik qilasizmi? qo'shnisi och holda ekan, o'zi to'q yotganlardan emasman. Xo'ja ko'rsinki qurbonlik ham kesmayman. U sen qurbonlik qilyapti degan insonlarni uylariga borib ko'r. 8 ta, 10 ta tortmali muzlatgichlari bor. Sen ularni diniy vojibotlarni bajaryapti yoki Allohning huzurida qilayotgan qurbonliklari qabul bo'ladi deb o'ylaysanmi? Ha, albatta. Maoshimiz qaysi hayvonga yetadigan bo'lsa, o'shani so'yamiz inshaalloh. Yo'q, qila olmayman. Imkoniyatimiz yo'q. Normalde Men o'zi chorvachilik sohasidanman. Tabiiyki qurbonlik qilaman. Pulimiz yo'qda qurbonlik qilsak, qayerdan qilamiz? Nimamizga qilamiz? Ha, otamning tayyorgarliklari bor. Afsuski kichkinaroq bo'lsa ham bir hayvon so'yamiz. O'zi nima sababdan qurbonlik qilamiz? Nima uchun qurbonlik qilamiz? Qon chiqarish uchun. Men shunday deb bilaman. Shunaqami? Ya'ni muhimi qon chiqsa bo'ldi. Tovuqmi, qo'ymi farqi yo'q. Chunki Allohning buyruqlaridan bir farz bo'lgani uchun. Qurbonlikni Alloh rizosi uchun qilamiz. Zamoniga ko'ra belgilangan bir ibodat. Ibodat. Islomda buni ibodat deyiladi. Xuddi shunday. Allohning roziligini qozonish uchun qilinadigan bir ibodat bu. Endi men sizga bir jamiyat haqida aytaman. Taxminingizcha bu qaysi jamiyat bo'lishi mumkin? Bu jamiyatdagilar duo qilishadi, qurbonlik qilishadi, tavof qilishadi, mollaridan sadaqa berishadi va bu jamiyatdagilar haj va umraga kelganlarni juda ko'pchilik bo'lishiga qaramay, oziq-ovqatlar bilan ta'minlaydilar. Hatto o'zlariga muxolif bo'lgan ideologiyadagi insonlarning ayollariga tajovuz qilishlikni pastkashlik deb bilishardi. Sizningcha bu qanday jamiyat? Musulmon jamiyat. ben şimdi bu Menimcha bu Turkiya Jumhuriyati bo'lsa kerak. nitelendiririm çünkü bizim Chunki hozir siz aytgan hamma amallar bizni jamiyatimizda bor bo'lgan ishlar. davranışlar Musulmon xalqlari. Masalan, qaysi jamiyat? Ya'ni meni qanoatimcha Rasulullohning sunnatlariga eng muvofiq tarzda yashaydigan jamiyat bizning jamiyatdir. Bu qaysi jamiyat? Oldin shuni aytingchi menga. Avval men sizga bir gap aytay. Men ham 5 vaqt namozimni o'qiyman. Diniy vojibotlarimni bajaraman. Muhimi insonning qalbi. Qalbida nima bo'lsa, tilida ham shu. Sizningcha bu odamlarning dinlari nima? Musulmon. Bu amallarni qiladigan, bu ibodatlarni qiladigan qanday davlat? ya devlet olarak kimdir? Musulmonlar jamiyati. Mayli, unday bo'lsa o'zim sizga ochiq aytaman. Bu qanday jamiyat bilasizmi? Bu jamiyat hayoti bo'yicha Alloh va rasuliga dushmanlik qilgan Makka mushriklari jamiyatidir. Makka mushriklarimi? Ha. Men ham shunday deb o'yladim. Biraz benim de kafam yatıyor. Ha, yo'q-ey, qanaqasiga unday bo'lishi mumkin? Hech bilmasmiding? Hayratdaman. Alloh rozi bo'lsin. Agar ularning holati shunday bo'ladigan bo'lsa, Alloh ularni kechirsin. Qur'oni Karimda Alloh bularni jahannamiy ekanligini aytadi. Masalan, Abu Jahl bulardan bittasi. Abu Jahlni Alloh kechiradimi? Uni kechirmasligini va unga jahannam bashorat qilinganini eshitganmiz, bilamiz. Şimdi Mekkeli müşrikler Makka mushriklarining katta farqi bor. yani Ularni onları, tushunish juda mushkul. anlamak zaten demiş ki mesele ama Ya'ni men tushuna olmayapman. Ular nega mushriklik qilgan? Allohga ibodat qilish uchun qilgan. Ularning u ibodatlari qabul bo'lmadi va abadiy jahannamda qoladilar. Biz esa ibodatlarimizni qabul bo'lishini va abadiy jannatga borishni xohlayapmiz. Buni qanday izohlaysiz? Oradagi farq nimada? Agar najot topish faqat ibodatda bo'lsa edi, birinchi sen najot toparding va men najot topardim. Najot nimada o'zi? Uni o'zingda qidirasan. Bilmadim. Ular ham biz kabi qurbonlik qilisharmidi? Ular nima uchun qurbonlik qilishlarini bilmayman. Biz qurbonlikni Allohning roziligi uchun qilamiz. Balki ularning niyatlari boshqacha bo'lgandir. Masalan, Makkali mushriklardan nimaga bu sanamlarga sig'inyapsiz deb so'rasang, nima deb javob berishadi? Bilmayman. Bizni Allohga yaqinlashtirsinlar deb sig'inamiz deyishardi. Ular ham Allohga iymon keltirishadi. Muammo nimada? Nega ular abadiy olovdalar? Muammo ular Allohga to'g'ridan-to'g'ri yuzlanmayaptilar. O'rtaga vosita qo'shishyapti. Bu esa bizning dinimizga ko'ra xato hisoblanadi. Qur'oni Karimning turkcha tarjimasi bor. Uni o'qiydigan odam yo'q. Agar uni odamlar o'qisalar, o'g'rilik qilmaydilar, bir-birini o'ldirmaydilar, fisq va fasod qilmaydilar. Nega menga yo'l bermading deb bir-birini pichoqlamaydilar. Siz Qur'on o'qiysizmi? Ha, o'qiyman. Tarjimasini o'qiyman. Qur'onda qul haqqini yeyish gunoh deyilganmi? Unda nega yeyaverishadi? Nega yeyishadi? Men sendan so'rayapman. Chunki bu jamiyat ham xuddi Makka jamiyati kabidir. Bir odam o'zini musulmonman deyish bilan u musulmon bo'lib qolmaydi. Qandayki bir odam ibodat qilsa ham musulmon bo'lmaganidek, men musulmonman deyishi bilan ham musulmon bo'lib qolmaydi. Makkaliklar ham qurbonlik qilgan. Biz ham qurbonlik qilamiz. Lekin ular abadiy do'zaxda. Bizning oqibatimiz ham ularnikiday bo'lmasin. Biz jannatga kiraylik deyapmiz. Orada qanday farq bor? Qanday yo'l tutishimiz kerak?
Onu Ya'ni men javob bera olmayman. Bilsang sen ayta qol. Yolg'iz Allohgagina ibodat qilsak, ibodatlarimiz qabul bo'ladi. Zotan shunday qilamiz. Nega buni menga aytyapsan? Biz shunday qilyapmizmi? Har holda shundayda. Makkalik mushriklarga Allohning rasuli ba'zi savollarni berardilar. Odamlarga yaratishlik kimga oiddir desa, Allohga oid deyishardi. To'g'rimi? To'g'ri. Rizqni kim beradi deyilsa, Alloh deyishardi. Yer osmonni kim yaratgan deyilsa, Alloh deyishardi. Ammo hukmronlik masalasiga kelganda esa, insonlar hukm qilishadi deyishardi. Faraz qiling, Abu Jahlni qarshimizga olib so'rasak, ularning qabul qila olmagan narsasi shu edi. Sot surasida Alloh aytadiki, u ilohlarni bitta iloh qildimi? Albatta bu ajablanarli narsa. Ular shuni qabul eta olmagan edilar. Ular Alloh osmonga hukmronlik qilsin, Alloh yaratsin, u rizq bersin, ammo yer yuzida biz ham hukm qilaylik. Bizning ham haq-huquqlarimiz bo'lsin deyishardi. Alloh Qur'onda bir konstitutsiya nozil qilgan. Siz qaysi konstitutsiyaga tobesiz? Qur'onni o'z ijtihodlariga ko'ra talqin qilishyapti. Asliga esa amal qilishmayapti. U holda xuddi Makka mushriklari kabi Ayni ular kabi shirk keltirishyapti. shirk keltirishyapti. Ammo siz nima qilishingiz kerak? Diningizni o'rganib, haqni o'rtaga qo'yishingiz kerak emasmi, amaki? Mening dinim yo'qligi uchun biror narsa ayta olmayman. Musulmon bo'lmaganim uchun Siz qaysi dindasiz? men ateistman. Nima sababdan ateist bo'ldingiz? O'g'lim, bunaqa jamiyatda eng yaxshisi ateist bo'lish. Qo'shnilaridan nimani eshitsa, shuni din deb o'ylashyapti. Ammo oxiratda abadiy jahannam bor-ku. Jahannam yaxshi-ku. Jahannam yaxshi-ku. Jahannam yaxshi-ku. U jamiyatni bir chetga qo'yaylik. Endi bizning jamiyatga qaraylik. Bizning xalqdan yaratgan kim deb so'rasak nima deymiz? Tabiiyki Alloh deymiz. Alloh deymiz. Yer osmonning hukmdori kim? Alloh. Al-Qahhor, Ar-Rahman bo'lgan kim? Alloh. Barcha insonlar, barcha hayvonlar va jonzotlariga rizq beradigan kim? Kim ham bo'lishi mumkin? Kim? Allohdan boshqa kim bo'lishi mumkin? Mayli yer yuziga qaytaylik. Yer yuzida kimning qonunlari bilan boshqarilyapmiz? Menimcha insonlarning qonuni. Agar Allohning qonuni bo'lsa edi, insonlar bu darajada bir-birlarini yemasdilar. Dunyovilik degan bir narsa chiqarishdida hamma narsani aralashtirib yuborishdi. Insonlar tuzgan qonunlarga ko'ra boshqarilyapti. Nima sababdan? Insonlarni shu darajada chigal yo'llarga tiqishdiki, Kargaşaya sokmuşlar ki. ular ortiq o'zlariga to'g'ri yo'l topa olmay qoldilar. Qayerga borsang to'g'ri ham bor, egri ham bor. Qur'on esa senga to'g'rini ko'rsatadi. Men senga nima ham deyman? Alloh mening qonunlarim bilan hukm qilgin deyapti. Jasiya surasi 18-oyatda, so'ngra seni ilohiy bir shariat ustida qildik. Sen unga tobe bo'l, bilmaganlarni havosiga ergashma deydi. Alloh o'zining qonunlaridan boshqa barcha tuzumlarni johiliyat deyapti. Qur'onda aytilyapti bu. Hamshaharim, turda bu yerdan keta qol. Alloh o'zining qonunlaridan boshqa barcha tuzumlarni johiliyat deyapti. Hamshaharim, turda bu yerdan keta qol. Insonlarning qonuni bilan yashayapmiz. Nima uchun? Siz haqlisiz. Ammo hozirgi vaqtda shariat bilan boshqarilsak qanday bo'lar ekan deb o'ylayapman-da. Bilmadim. Lekin bu jamiyatni ergashtira olmasak kerak deb o'ylayman. Saylovga qatnashasizmi? Qatnashamiz. Saylovlarda ovoz berib, Allohning qonuniga qanday qaytamiz? Makka mushriklardan nima farqimiz qoldi? Zohiridan qaraganda hech qanday farq yo'q. Bu o'lka mustaqil, dunyoviy davlat bo'lgani va xalqimiz ta'bir joiz bo'lsa ozod, erkin yashashni xohlaydigan insonlar bo'lgani uchun. bir toplum olduğu için Bizni Alloh yaratgani uchun biz banda o'laroq uning qullarimiz. Saylovda ovoz berasizmi? Ha, beramiz. Siz demokratiyani shirk, kufr deyapsiz-da, lekin uni qabul qilib ovoz beryapsiz. Umuman olganda demokratiya Turkiyada bormi? Bor. Demak, istagingga qarab ovoz beraverasan. Men o'zi bu tuzum tarafdori emasman. Ammo Alloh Qur'onda ko'pchilik xato yo'ldadir, adashgandir, ko'pchilik halokatdadir deydi. Shunga qaramay biz yana ko'pchilikka ergashaveramizmi? Men sizga keling, Allohning tizimiga tobe bo'laylik. Alloh rasulining qurgan nizomi bor deyapman. Aslida shariat bilan hukm bo'lishini xohlardim. Ammo boya aytganimdek, dunyoviy davlat bo'lganligi uchun biroz qiyin bo'lsa kerak. Bizning xalqimiz buni ko'tara olmaydi deb o'ylayman. Ülkede çok zor. Yani bu millet onu kaldırmaz bence. Unday bo'lsa, Sod surasida aytilganidek, barcha ilohlarni bir iloh, ya'ni inson shunday deyish kerak. Yaratish Allohga xosdir, rizq berish Allohga xosdir. So'ng yer yuzini boshqarish kimga xos deyilsa, Allohga xos deyishimiz shart bo'ladi. Har bir narsani Allohga oid deb bilishimiz kerak. To'g'ri aytyapsiz, lekin buni amalga oshirish mumkin emas deb o'ylayman. Mumkin emas deysizmi? Unday bo'lsa bizning oqibatimiz ham Abu Jahlning oqibatidek, Makkalik mushriklarning oqibatidek bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Reportaj uchun minnatdormiz. Sog' bo'ling.
Yo'q aka, pul uchun, o'zim uchun bu. Ammo bu qanday bo'ladi? Oxiratga qarab ketyapmiz-ku. Oxiratni qo'ying. Hozir men bu dunyo uchun ishlayapman. U dunyoni keyin gaplashamiz.